Dasturimiz davom etadi. Yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqarish, ularning madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilayotgan Bo'zatov Fest Yoshlar ovozi tanlovi yildan-yilga keng qamrov kasb etmoqda. Qoraqalpog'istonda ana shu nufuzli loyihaning respublika bosqichiga start berildi. Tanlov qanday ruhda o'tmoqda? Bu haqida muxbirimiz Muxtar Umbetov hikoya qiladi. Nukus temir yo'l vokzali, Qoraqalpog'iston zamini Bo'zatov Fest Yoshlar ovozi tanlovi ishtirokchilarini kutib olishga shay. Turli hududlardan kelgan iqtidorli yoshlarning har biri kuchli tayyorgarlik ko'rishgani aniq. Kutib olish marosimida har bir qatnashuvchiga omad tilandi va ushbu tanlov g'oliblarining erishayotgan yutuqlari alohida ta'kidlandi. Bo'zatov Fest iqtidorlilarni kashf etadi. Chin ma'noda bugungi kunda bu so'zlar madaniyat va san'atga qiziquvchi yoshlarning shioriga aylangan. Ma'lumot uchun tilga olishimiz kerakki, mazkur tanlovning hududiy bosqichida 1486 nafar ishtirokchi orasidan saralangan 165 nafar ishtirokchi g'oliblik uchun bellashadilar. Biz esa ayni vaqtda Bo'zatov tumanidagi markaziy stadiondamiz va bu yerda esa mazkur tanlovning respublika bosqichiga start berilish arafasida. Ma'lumot uchun aytishimiz kerakki, tanlovning 10-15 yosh toifasida 117.012 nafar, 16-22 yosh toifasida 120.040 nafar, 23-30 nafar toifasida esa 132.948 nafar yoshlar ishtirok etish istagini bildirgan. Bu Bo'zatov festivaliga konkursda, ya'ni ikkinchi marta qatnashishim, respublika bosqichiga ikkinchi marta tashrif buyurishim. O'tgan yil o'rin olmadim, lekin xudo xolasa bu yil yaxshi oliy o'rinlarni olish maqsadida tashrif buyurdim. Men Namangan viloyatidaman. Men 15 toifada opera yo'nalishida qatnashaman. Opera bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Yo'nalishim bo'yicha men birinchilik o'rinni olishga harakat qilaman. Endilikda respublika bosqichida 165 nafar yosh g'oliblik uchun bor iqtidorlarni namoyon etishadi. Tanlovning har bir ishtirokchisiga omad tilaymiz va ishonamizki, bu yil ham Bo'zatov Fest Yoshlar ovozi yangi iqtidorlilarni, yangi O'zbekistonning ilg'or va ilmli yoshlarini kashf etadi. Muxtor Umbetov, Zamon informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov tumanidan maxsus.